Assalomu alaykum, aziz kaptash qo'llari. Kaptar mana hozir qovuryapmiz kaptar go'shtidan. Bu kaptarda go'shtini yegandan keyin bilsalaring ko'pchilikka yurak sistemasida juda katta foydasi bor. Yurak ancha baquvvatlashadi. Qon bosimlari ancha me'yorlashadi. Buni bilmagan bemalol so'rab bilishlari mumkin. Asosan buni dimlama qilib yeyib, vitaminlarni o'zida qoldirib, sho'rvalarni ichgan odamga effekti juda katta. Qovurganda ozgina nimasi ketib qoladi buni. Vitaminlar o'lib qoladi qovurganda. Просто qovurganda ham juda shirin bo'ladi, juda mazali bo'ladi. O'sha baliq go'shtidan ham o'tib ketadi buni nimasi. Go'shtning ta'mi juda ham mazali. Keyin eng ahamiyatli tomoni me'daga tegmaydi buni. Qancha iste'mol qilsangiz ham me'daga tegmaydi. Lekin bitta insonga bitta o'sha nima deydi, porsiyasi deydimi, o'sha bir porsiyadan uzoq 4 ta kaptar yesa yetadi menimcha. Ham endi o'zini holatiga qarab iste'mol qilaveradi. Juda yaxshi narsa bu. Keyin bu o'sha nimada ham halol deb hisoblanadi. Kaptar go'shti halol bo'ladi. Bemalol iste'mol qilish mumkin. Sotish, olish, so'yib, yeyish bemalol iste'mol qilish mumkin. Hammaga yoqimli ishtaha, ishlanga omad, sog' bo'linglar do'stlar.